O'zbek xalqi qul emas. Nima o'zbek xalqi borib boshqa davlatda ishlashi kerak? Mana degan mebelchilar bor, Turkiyaning mebelchilari choyni ichib o'radi. Ular masjidlarni pastlikdan borib boshqa davlatda ishlayapti. Nega o'sha sharoitda o'zimizda qilsak bo'lmaydi? Kelgan uyga borib narx-navo bersak, foydot namuncha qimmat aytyapsiz. Hamma ham mebelchi bo'lsin ekan deb qo'yishadi. Hayron qolaman. Nimaga unaqa deyapsiz? Nimadan kelib chiqib aytyapsiz? Xizmat bizaniki. Narx-navoni biz belgilaymiz. Xavotir olmaylik, bitib ketmayapmiz. Boyga ham, kambag'alga ham bir xil narsa aytyapmiz. Lekin narx-navoni oshish kerak-da, ustidan ish haqisini oshish kerak emas. Nech pul olishimiz kerak? Arzimagan oila olish uchun 7-8 yillab shogirt bo'lib yurmaganmiz. Siz arzimagan oila olib, mana dangalama uchastka qura olasizmi desam, o'ylab qolishadi. Qanaqadir kerak emas rasxodlarga, kimlardir ko'zi uchun qilingan bir kunlik to'yga pul topiladi, lekin hunarmandlik kelganda pul topilmay qoladi. Baraka topkur, ustani xizmat haqqisini realni to'liq qilib bering, oilasini ta'minlab qo'ysin. Ko'ngli xotirjam bo'lib, siz uyingizni ishini qilyapti. Kerak bo'lsa ortig'i bilan qilib beradi. Hurmatli hamkasblar, sal bir-birimizdan hurmatimizni bilib birlashaylik. Baraka topkurlar, har bitta sohani agar birlashsak, dunyo bo'yicha nomer 1 qilsak bo'ladi.